Bu dunyodagi eng ko'p maosh oluvchi 4 nafar futbolchi. Eng so'nggisi milliarder. 4-o'rinda Sadio Mane. U Saudiyaning Al Nasr klubida to'p suradi. Yirik transfer va Saudiyadagi liganing katta maoshi sababli eng ko'p haq oluvchi futbolchilardan biri hisoblanadi. Yillik maoshi $40 million. 3-o'rinda Muhammad Salah. Liverpool hujumchisi bo'lgan misrlik futbolchi eng yuqori haq oluvchi o'yinchilardan biri. Yillik maoshi $53 million. 2-o'rinda Lionel Messi. Inter Miami bilan shartnoma imzolagandan so'ng Leo yirik hamkorlik shartnomalari va foydali kelishuvlar orqali daromadini yanada oshirdi. Yillik maoshi $130 million. Va nihoyat 1-o'rinda Cristiano Ronaldo. U dunyoning eng ko'p daromad oladigan futbolchisi bo'lib, milliarder maqomiga ega. Al Nasrdagi uning yillik maoshi $200 million dan oshadi. Qolaversa, reklamalar va hokazo daromadlari bor uning.